Futbolchi 21 yoshida uylansa nimalar bo'ladi? Ayniqsa, agar futbolchi dunyoning eng kuchli klubida o'ynasa va katta pul topsa, uylanish qarori uning hayotiga qanday ta'sir qiladi? Keling, ushbu holatni plus va minus taraflarini ko'rib chiqamiz. Uylanishning plus taraflariga keladigan bo'lsak, moliyaviy muammolar yo'q. Agar futbolchi katta maosh olsa, oila boqish muammosi bo'lmaydi. Ruhiy barqarorlik. Ba'zi futbolchilar oilasidan kuch oladi. Turmush o'rtog'i uni qo'llab-quvvatlasa, bu maydondagi ishonchga ham ta'sir qiladi. Yomon odatlardan uzoq yurish. Uylangan futbolchilar tungi klublarga bormaydi, ortiqcha hayot kechirmaydi, mas'uliyat bor, shuning uchun o'zini ehtiyot qiladi va motivatsiyasi oshishi. Ayrim futbolchilar oilasi uchun yanada ko'proq mehnat qiladi, kuchliroq bo'lishga harakat qiladi. Endi buning minuslariga keladigan bo'lsak, vaqt yetishmovchiligi. Futbol dunyodagi eng katta klublarda o'ynayotgan yigit doimo mashg'ulotlar, safarlar, o'yinlar bilan band bo'ladi. Agar turmush o'rtog'i buni tushunmasa, muammolar paydo bo'lishi mumkin. Oilaviy bosim va mojarolar. Ko'pchilik futbolchilar shon-shuhrati oshgan sari turmush o'rtog'i rashk qila boshlaydi yoki oilaviy kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Ba'zan ajrashishlar ham bo'lib turadi. Biz Abduqodirga buni ravo ko'rmaymiz albatta. Shaxsiy hayot bosim ostida bo'ladi. Mashhur futbolchilar ijtimoiy tarmoqlarda ham, matbuotda ham doim kuzatuv ostida bo'ladi. Agar oilaviy muammolar bo'lsa, u butun dunyoga tarqaladi va karyera kafolatlanmagan. Ertaga jarohat yoki yomon forma tufayli sen bilan shartnomani bekor qilishlari mumkin. Agar oila shon-shuhrat yoki pul uchun qurilgan bo'lsa, bu katta muammolarga olib kelishi mumkin.